Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlarım, Allohning salimi, mag'firati, barakati olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 66-cho'ng gunoh juma namozini uzrsiz tark etishni davomlashtirish. Auzu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo sura Qalamning 42 va 43-oyatlarda mundoq deydi. O kunda, yani kıyamet günüde iş kıyınlaşıdı. Ular imanını sınaş için secde kılışka çağırıldı. Ular secde kılanmaydı. Ular korkunuştan tikilip kar yanmaydı. Ularga harlık yüzlendi. Ular dünyada sağlam çağlarda secdege davet kılıngan idi. Ular secdeden baş tarttı dedi. Mana bu Allah Teala'nın ki özünün kalamı boğan Kur'an-ı Kerim'de secdeden başlatkan, yani namazlardan başlatkan adamın kıyamet günde eğer azapka kaldığı doğrusudaki delilleri. Ka'bul ahbar, bu ayet fakat cemaat namazına çıkmayacak kişiler hakkında nazil boğan idi deydi. Tabiinlar İmamı Said İbni Musayyib ayeti tilgayılgan namazga aldıranlar, nicatlıkka aldıranlar degan nidani anlap turup mu kelmeydi. Halbuki ular sap sağlam idi deydi. İmam Bukhari ve İmam Müslim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivayet kıldı. Cenim ilkidi boğan zat Allah bilan qasam ki kişilerini otun terişke buyursam otun toplansa, andın namaz okuşka buyursam namazga azan etilsa, andın bir adamni cemaatga imam bo'lishga buyursam, andın cemaat namazga kelmegenlerinin uylarga berip ularni uylar bilan qo'shib kuydirvassam deb o'ylab ketman degan. İmam Bukhari, İmam Müslim, İmam Ebu Davud, İmam İbn Majah ve İmam Ahmed qatorliqlar rivayet kılan sahih hadis. Şununla namazga azan çıkan çağda azan anlap cemaat namazga kelmese ağır günah boludu. Bu meseleye ehemmiyet verişimiz gerek kardeşler. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılınan yeni bir hadiste mundaq deyilgan. Yigitlerimni otun yığışqa buyursam, ular bana bir bağlam otun terip berse, andın hiç qandaq özürsi bolmasdan öylerde namaz okuyduğanlarının öylerine berip, ularını öyler bilan qo'shib kuydirasam deb o'ylayman degan. İmam Müslim rivayet qilgan sahih hadis. Mana bu sahih hadis ve aldığın ayette cemaat namazına özürsüz terk etken kişilerge qattiq tanbih berildi. Qattiq tanbih berildi. Şuna kardeşler cemaat namazına berişten özümüzni tassak yoki xoş yaxmasa yoki bolla uyda o'qay desa sharoit hozir turib bunun gunohi qattiq bo'ladi. İmam Tirmizi rivayet kılgan bir hadiste İbn Abbas radıyallahu anhuma gündüzü roz tutup keçisi kıyamda turulgan ama cemaat bilen namaz okumaydıgan ve cemaatke aralashmaydigan kişi hakkında sorulganda o eğer o mundaq ölüp kelse dozaq kirdi deb cevap bergan. Bir qarg'u kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına kelib, ey Allah'ın peygamberi, kolumdan tutup mescidge yetlep bardigan adam yok. Şu an namazını uyumda okusam, bana ruhsat var mı degan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ruhsat verdi. O kişi arkasına burulup ketiyotganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırıp namazga etilgan azanni anglamsan deb so'ragan idi. O ha deb javob berdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem undaqda cemaatga masjidga kelib cemaat bilan bir namoz o'qigan dedi. İmam Müslim ve İmam Ebu Davud ve İmam Nasai rivayet kılan sahih hadis. İmam Ebu Davud rivayet kıldı ki Amir İbni Ümmü Mektum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına gelip ey Allah'ın peygamberi Medine'de zehirlik ve yırtkuş
canlıqlar ko'p. Men bo'lsam ko'zi ojiz odamman. Uyim masjiddan nihoyat yiroq. Meni yetlaydigan odam ba'zida yo'q bo'lib qoladi. Shunga namozni uyimda o'qisam ruxsat bormi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam azonni anglamsan deb so'ragan edi. Ha deb javob berdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda masjid kelib namozni masjidda jamoat bilan birga o'qigan dedi. İmam Muslim, İmam Abu Davud ve İmam Nasai rivayet qilgan sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mudaqtaydi. Alloh taolo 3 turli kishiga la'nat qiladi. Biri jamoat yoqtirmasimi ularga imom bo'lib olgan kishi. Yana biri erining ochchig'ini keltirib tong otqizgan ayol. Uchinchisi namozga oldiranglar, nijotlikqa oldiranglar deb azan o'qilganda ijobat qilmagan kishi, ya'ni jamoat namoziga kelmagan kishi. İmam Tirmizi rivoyat qilgan sahih hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu odam bolasining azonni anglab turib ijobat qilmaganidan ko'ra qulqiga eritilgan qo'shin qo'yilishi yaxshidir degan. Iroqiy naql qilgan. Shunga qarindoshlar azonni anglasak darhol masjidga menishimiz kerak. Unda qilmaganda jamoatdan boshlatgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namozni azonni anglagan kishi namozni jamoat bilan o'qisin degan ko'rsatmasiga buyruqiga xiloflik qilgan bo'lamiz. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bunday deydi. Qiyomat kuni kimni Allohga musulmon holatda yo'liqish xursand qilsa, shu 5 vaqt namozni azon chiqqanda ado qilishga rioya qilsin. Alloh taolo payg'ambarlarga hidoyat yo'llarini ko'rsatib berdi. 5 vaqt namozni vaqtida o'qishmi hidoyat yo'llaridandir. Agar sizlar jamoatdan qilib uyda namoz o'qigan, mana bu odamga o'xshash namozni uyinglarda o'qisanglar, payg'ambarlarning yo'lini tark etgan bo'lisizlar. Agar payg'ambarlarning yo'lini tark etsanglar, albatta ezib ketisizlar. Men bizning davrimizda oshkora munofiq yoki kasal kishidan boshqalarning jamoatdan qolmaydiganlarni ko'ratdim. Hatto kasal kishimi jamoat namozining fazilatiga yeris bo'lganligi va uni tark etishning gunohidan qo'rqqanligi uchun ikki odamning qo'ltiqlashida masjid kelib safga turib birga namoz o'qiydi degan. İmam Buxoriy, İmam Muslim, İmam Abu Davud, İmam Nasai, İmam İbn Majah ve İmam Ahmedler rivayet qilgan sahih hadis. Sahih hadis. Jamoat bilan namoz o'qishning fazilati nihoyat cho'ngdir. Bu vaqtda Alloh taolo Sura Anbiyaning 105-oyatida bunday deydi. Biz Lavhul Mahfuzda yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda ziminga, ya'ni jannat ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. Mana bu oyat Sura Anbiyaning 105-oyati. Degan so'zning tafsirida yaxshi bandalarim degan söz 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qiydigan kishilarni ko'rsatadi deyilgan. Alloh taolo surasining 11-oyatida ularning dunyoda qilgan yaxshi yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'yamiz degan. So'zimi ularning namozga mangan oyoq izlarini xotirlab qo'yamiz deb tafsir qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahih hadislardan birida bunday deydi. Kimki uyda tahoratni komil olsa, ondan Allohning uylaridan, ya'ni masjidlardan bir uyga Allah farz qilgan namozlardan birini ado qilish uchun maqsa, uning ikki putidan birining bosgan har bir qadami uning bir gunohini o'chirdi. Yana birining bosgan har bir qadami uning martabasini bir daraja yuqori ko'tardi. Qachonki namoz o'qisa, namozgohida turgan muddatcha
biror kishiga azor bermagan yoki tahoratini buzib etmaganlar bo'lsa, farishtalar unga duo qilib, "Ey Alloh, uning gunohini mag'firat qilgin, unga rahim qilgin" deydi. İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey sahabilerim, sizlarga Alloh taolo gunohinglarni o'chirib, darajanglarni yuqori ko'tarishga sabab bo'ladigan amalni aytib beraymi?" degan edi. Sahabilar, "Qani aytib bergin ey Allohning payg'ambari" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Qiyin ahvoldimi, ya'ni so'g'oq yoki boshqa illat ostidami, tahoratni mukammal ilish, masjidga ko'p qadam besish, bir namozdan keyin yana bir namozning kelishini intizorlik bilan kutishdan iborat. Ana shu haqiqiy intilishdir, ana shu haqiqiy intilishdir" dedi. İmam Muslim, İmam Tirmizi, İmam İbn Majah, İmam Nasai, İmam Darimi ve İmam Ahmed rivayet kılan sahih hadis. Şununla kardeşler, cuma namazını ve cemaat bilen okuyduğun namazlarını terk etsek ağır günah olurdu. Eğer ezanını anlasak. Hem Avrupa ellerde, Garp ellerde yaşavatkanlar ezan çekilindi, ezanını anlayamayız. Onunla arılık olurdu, arılık. Eğer arılık azan, normal azan eğitilse, yetküdek arılık olsa, şaraitimiz yer bergen ahvalda mescid çıkıp cemaat bilen namaz okuşumuz gerek. Ama cuma namazını terk etişki bulmaydı. Cuma namazı. Fakat imkan bulmaganda cuma namazını ölmalar birlik kelgen 3 qitim terk etişki bulmaydı. 2 qitim terk etsinmi, fakat imkan bulmaganda. Çünkü cheklangan ishlaydigan yerda namoz o'qish ruxsat qilmaydigan, jumaga berishga ruxsat qilmaydigan g'arb ellardagi yerlarda bo'lmaganda 3-chi qitimda bo'lsa-mu juma namoziga berish kerak. Barliq qarindoshlarimiz Alloh taolo hidoyat qilsin. Alloh taolo yaxshi kun, yaxshi minutlarni ato qilsin. Barliq qarindoshlarimiz darslarimizni manfaatli qilib bersin.